Nega даже yangi kullerlar ham shunaqa qaynoq suv beradigan joyi ishlamay qoladi, sovuq suv beraveradi, issiq suv bermay qoladi. Buni tuzatish uchun ustaga olib borish, yo'l kiraga xarajat qilish kerak emas, men sizlarga tekinga o'rgatib qo'yaman. Nega o'zi issiq suv bermaydigan bo'lib qoladi desanglar, kuller avtomatik har doim sizga 95 gradus issiq suvni ushlab turadi. U issiq suvni ushlab turish uchun qozon har doim ishlab turadi. Ichida o'zini suv isitadigan qozoni bo'ladi. Shu qozonni ichida suv qolmay qolsa, yong'in chiqmasligi uchun avtomatik tarzda qozoni o'chiriladi va boshqa suv isitmay qo'yadi. Chunki ichida suv qolmaganda qozon qizib, yong'in chiqarishi mumkin. Buni uyimizda turadigan avtomatga o'xshatsa bo'ladi. Qayerdadir tok напряжение o'ynasa, taq etib svetni o'chirib qo'yadi. Bunda ham xuddi shunaqa avtomat bor, orqasida joylashgan. Agar diqqat bilan yaxshilab qarasanglar, bu yerda ikki dona mexanizm ko'rinyapti. Tepa tarafdagi oq, past tarafdagi qora. Qorasini yaxshilab ahamiyat bersanglar, o'rtasida chiqib turgan knopkasi bor. Shu knopkaga bitta bosib yuborsanglar, avtomatik issiq suv blokirovkasi ochiladi va sizning kulleringiz issiq suv berishni boshlaydi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, hamma yaqinlarga jo'natib, podpiska bosishni unutmanglar.